aka bir 13-etajga qo'ying aka buni. Shu aka aravonlar nimada javob beraman. Abduvohid shahardan hadi $1000, $1200, $1300 domlar chiqadi. Arzon domlarimiz ham bormi? Direktor bor degan 1200 da va 1200 bo'ldi. Aka bunday qilamiz bo'lsa, bugun 650 kompaniyaning o'zi sotayotgan domdan biz ham 650 dan reklamli bahosini chiqaramiz. Undan ham tushib berish bor. Shunaqa domimiz bor. Imminni mana shu ko'rib turgan domimizdan aka 13-etajda kattaligini olasiz-ku, kengda 130 metr kvadrat mazza saqlashadigan dom. Biz endi Arvondan kelganmiz, Arvondan ekan. Bu joyimiz endi bitta lokatsiyasini aytib qo'y. Qabul aka. Xo'p, akalar biz hozir Qumronjan Dadqay ko'chasida turibmiz. Bu yerda hamma bilgan o'sha Zamzam supermarketi. To'g'ri, ro'parasida ko'rib turgan modamni o'zi hamma ham biladi. Shunday keladigan bo'lsa, Aqsaray domi deydigan bo'lsa, hamma o'sha shahrida bo'ladi, keladi. Shu yerda yangi remont qilib yashaydigan holat qolgan xolos. Endi aka ichini ko'rsataylikmi bo'lsa? Ichini ko'rsatamiz. Ket. Bo'ldi, gap ket. 13-etaj deyapti. 13-etajga lesensiya bilan chiqmaydi. Mana ikkita lift bor ekan. Lift bor. Ikkita lift. Endi bitta xonadonni o'zingiz bitta obzor qilib berasizmi? Lift ro'parasi shunday kelganda aka bilan birgalashib obzor qilamiz aka. Bismillah, kirganimizda bu yerimiz ho'l bo'ladi, aka ko'rasiz. Katta. Kirganda ikki tomonida uy ikkiga bo'lingan. Bu yerga kirsa, naryoqda bitta xonamiz, детский комната, sanuzel, razdельный aka. Bundan tashqari ho'lni ko'ryapsizmi? Shundan katta bu ремонт qilib, endi buni ashka qilishib oladi-da, gipsokartondan. Ha, bu yer короче arka qilinadigan xonasi bo'lgan. Orqa tomonning arkasi bor, uni ko'rsatamiz. Hozir ho'lni ko'rdik, endi ichki komnatalar ko'rsataylik aka bunga. Ichki komnatalar. Xo'p, kelganimizda aka, mana yoqqa kirsiz. Ozodbek aka shuni kirganimizda aka, mana bitta xonasi bor. Akamizga dushu bu yoqqa, dushu отдельно qilasizda. Kirganda bu yer aka spalnya. Bu yer родительский spalnya qilsa ham, mo vidni oxirida ko'rsatamiz yo'q, va ko'rsatib qo'y. Aka yaqinroq keling-da. Movid bor, O'sh shahrini mana shu hali 10 etajli domni ko'rasiz. Akbura parki, Shaytepa, Qurmonjandat, Qalinbey, hammasi shu yerdan ko'rinib turadi. Endi qarang, Ozodbek aka nariga chiqqanimizda aka, ya'ni ikkita xonamiz bor, bu yerda kuxnya bilan. Ozodbek aka endi akalarga narigi xonalarni ko'rsataylik aka. Bu yoqda endi kuxnya bo'lsa kerak, adashmasam. Bu yerda kuxnya, i dushlari bilan. Kuxnya dushlari bilan. Qarang, bismillah. Abduvohid, bu adashmasam mana shu dushi bo'lsa kerak. Bu yer dush aka. Xolim bu yerda dush qiladi, xolim narada dush qilib turib, bu yerda hojatxona qilsa ham bo'ladi. Bundan tashqari aka, domlarda mana gaz bor-ku, o'shda hamma domga ham berilmaydi. Dokumenti yaxshi qilingan domlarda berilib kelyapti. Hozir bu yerimiz kuxnya bilib turganimizda, endi bundan tashqari narada yana bitta boloxonamiz ham bor. Eshikdan kirganimizda aka chat tomonda boloxona aytdim. Bu yoqqa kirganda bitta ko'rsating-da, kelyapsiz. Shunday kelganimizda boloxonaning o'zini отдельно dushi qilib qo'ysa ham bo'ladi bu yoqqa yoki bir mana shu bitta tema o'ylab topsa bo'ladi. Kanalizatsiya o'tganda bu yerdan. Xo'p aka, eng qiziq joyga keldik. Bir hali o'zingiz ko'rsatgan o'shda yarmini. Mana buni akvarium qiling. Kattanga qo'yadigan bo'lsa-chi, mana shu yerda yoqdi mana shu. Ozodbek aka. O'sh shahrini tayyorlanib ko'rasiz aka. Dahshat bitta stolni qo'yib bu yerda. Ha, tomonda kofe ichib qo'ying. O tog'lar bu yerda bittalik durgun olmasangiz, siz ham o'shda yarim bunday qilsangiz o'zingiz kaftingizda aka qarang. Oy, Takbura parki bo'layotganimizga. Abduvohid endi kimga aloqaga chiqadi? Telefon nomerlarini aytib o'tib ketasiz. Domni ko'rish uchun aka 0998 01 23 00 raqamlar telefon qilsangiz o'zim olaman, xudo xolisa olib kelib, o'yinni ko'rsatamiz. Yana bitta aytishdan chiqdi aka. Shu ovqatdan problemasi bu, sho'diyomsiz sushi time ham bor. Kelsa mazzada bu yer. Ovqat yeyom bo'lsangiz. Mayli. Katta kenglikda yaxshi ko'radigan naravonli o'sha tanishlaringizga jo'natib qo'yish sizdan chiqmasin deyapti. Shunaqa videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Podpiska bosing.